Nega tadbirkorlar biznes uchun aynan mas'uliyati cheklangan jamiyatini tanlashadi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. MChda ta'sischilar bittadan 50 tagacha bo'lishi mumkin. Direktor ham o'sha ta'sischilardan biri yoki yangi bir shaxs tayinlanishi mumkin. Ustav fondining minimal va maksimal miqdori cheklanmagan. Ta'sischilar korxonaning kelajakdagi faoliyat turiga qarab, korxonaga pul miqdori yokida tovar moddiy qiymatliklarini korxonaga ustav fondi sifatida kiritishlari mumkin. Ta'sischilar kiritgan ulushi hisobiga korxona kelajakda foyda bilan chiqadigan bo'lsa, ushbu foyda ta'sischilarning kiritgan ulushlariga qarab teng taqsimlanadi. Aksiga olib, korxona kelajakda zarar bilan, ya'ni bankrot bo'lib qoladigan bo'lsa, ushbu zarar miqdori korxonaning moliyaviy xo'jalik faoliyatiga qariladi. Diqqat qilamiz. Aynan korxonaning direktori yoki ta'sischilarning shaxsiy mol-mulkiga qaratilmaydi. MChJ ochishning afzalliklari: qonunda taqiqlanmagan istalgan faoliyat turi bilan ishlashingiz mumkin hamda filiallarni yo'lga qo'yib turli savdo nuqtalarini amalga oshirishingiz mumkin. Korxona tashkil qilinganida korxonaning soliq turi aylanma yoki qo'shilgan qiymat solig'ini tanlab, ish faoliyatini davom ettirishingiz mumkin. Korxonani tashkil qilganingizdan so'ng korxonaga noturar bino, ofis yoki ombor ijaraga olishingiz yokida korxona balansiga olishingiz mumkin. Qolaversa, kelajakda import va eksport operatsiyalarini amalga oshirishda hech qanday qiyinchiliklarga uchramaysiz. Videoni biznes boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yuborib qo'yamiz.